Bu surat egasiga dunyoning eng nufuzli mukofotini olib keldi, ammo atigi 3 oy o'tib uni halokatga olib bordi. 1993-yil Sudan. Fotosuratchi Kevin Karter ochlikdan holdan toyib yerga cho'kkan kichkina bir qizchani ko'rdi. Uning orqasida esa o'limini kutayotgandek bir kalxat qo'nib turardi. Karter mukammal kadrni olish uchun kalxat qanotlarini yozishini 20 daqiqa kutdi. So'ng deklanshorga bosdi va u yerdan ketdi. Bu surat Pulitzer mukofotini qo'lga kiritdi. Butun dunyo uni olqishlardi, ammo bir jurnalist o'sha og'ir savolni bermagunicha u kichkina qizga nima bo'ldi? Karter buni bilmas edi. Jurnalist shunday dedi: "U yerda aslida 2 kalxat bor edi. Biri qizning orqasidagi qush, ikkinchisi esa kamerani ushlab turgan odam edi." Vijdon azobi Karterni tinch qo'ymadi. Mukofotni olganidan 3 oy o'tib, u 33 yoshda hayotdan ko'z yumdi. Qoldirgan maktubida shunday yozgan edi: "O'limlar, jasadlar va azob-uqubatlarning jonli xotiralari meni hech tark etmayapti. Endi rostini ayting, agar o'sha lahzada qo'lingizda kamera bo'lganida, deklanshorga bosarmidingiz yoki qizchani quchib, uni qutqarishga harakat qilarmidingiz? Bu kabi voqealar uchun menga obuna bo'lishni unutmang."